Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, Chorva buqa ishqibozlar. 2025-yil 7-iyun shanba kunida turibmiz. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Oqtepa mol bozoriga yetib keldik. Hurmatli obunachilar, kichkina buni ovozchalardan videoni boshladik. Hozir savdo qilyapti. Barakasi bitib qolsa, bir qator mollarni orqa oldini ko'rsatamiz, savdolarni aytamiz. Juda chiroyli 3 oylik, 2 oylik buzoqlar ekan. Hozir mana shu ikkalasini savdo qilyapti, adashmasam hozir bilamiz. Yosh ketlar ketadi. Mana bu yerda ham 3 ta bor ekan, unga sherik yo'q. 12 milliondan tanlab oling deyapti sotuvchi. Hurmatli obunachilar. Mashinasiga 11,5 million pul berdi, hozir sotmayapti. Imkon qadar baraka holatini olishga harakat qilamiz. Foto like bosib qo'ying. Mana hurmatli obunachilar, savdosi bitgan, barakasini qilib baylab qo'yibdi. So'rasam 21 millionga ikkalasini berdim deyapti. Olib sotar. Bo'ylari 90, 85-90 chiqadigan buzoqchalar. Mana orqalari 21 millionga, 10 million 500 dan baraka bo'ldi. Hozir mana mashina savdosi bo'lyapti. Nech pul so'radinglar? 12? 13 million so'rashdi mana shu. Obizga. Bo'ylari birga. Obizga. Ha, bo'ldi. Bo'ladi chaqirsangiz hozir aka yana. Buyuraverar. Shaka. Va yana. Hozir aka endi bitta yo'lga olib 13 millionga sotmayapti mana shuni. Hurmatli obunachilar. 16 million 400 ga baraka bo'ldi. Hozir orqalarini ko'rsatamiz. Buqamiz mesni 21 million 500 ga baraka bo'libdi. Shu bitta aybi bor ekan, shu mana burnida so'ngari bor ekan. Xudo xohlaversa bo'ladi, kommentariyaga yozinglar. 21,5 ga baraka bo'libdi. Mana orqalarini ko'rsatamiz, bo'ylar 125 kg. O'ta baquvvat ekan. Yemlashga tayyor. Bo'ylarni aytib ketdik. 125. O'zinglar hisob kitob qolaverasizlar. Uyda mollarga ish yurar ekan, mana tishlari ko'rinyapti, kurashgan. Yemga tayyor. Juda chiroyli ekan. Arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada yozib ketinglar, hurmatli obunachilar. 21 million 500 ming. Aka-ukalar, hurmatli obunachilar. Qanchaga baraka bo'ldi? 23 million 200 mingga baraka bo'ldi. Birinchi boshida qo'ygandik buni. Ko'cha buzoqchalar. Qosh bundiroq turchi. Shu chiroyli bu qocha chiqibdi. 18 million kami bor deyapti. 16 so'radimi? 16,5 so'radi bozor. Bozorda bugun
Mollarda ham kam olib chiqishibdi, xaridorlar ham kam shunga yarasha. Bo'ylari 1 metr 5 chiqadi. Rosa chiroyli. Местный uzoq. Hurmatli obunachilar, bu sherigi 23 million 200 ga ikkitasi ketdi. Shular sherigida videoda boshqog'ida bor. Ular puli jo'nroq deyapti. Kimga yoqsa telefon qilasizlar. Telefonni ko'taradi, Mirjalolning ham ko'ramiz moli. Bular narxi nech pul? 12 milliondan kami bor deyapmiz. 12 milliondan kami bor ekan, telefon qilaverasizlar. Bitta kichikrog'i bor ekan. 10,5 kami bor. 10,5 kami bor. O'rtadagisi, ko'chakdagi 12 kami bor. Hozir bir qator oldindan ko'rsataman. Onlayn savdo qilmoqchi bo'lganlar uchun. Arqon dastlashchasi ichida kelishtirib beradi. Aha. Dastavka ichida deyapti. Andijon bo'ylabmi? Andijon bo'ylab dastlashchasi ichida beradi. Dastavka ichida qilib beryapti. Kelishsa, onlayn kelishsa manzilni beradi, borib, ko'rib, yoqtirib savdo qilsalar ham bo'laveradi. Raqam nechida? 99lik 99 430 430 18 18 97. Ismi Mirjalol, telefon qilaverasizlar. WhatsApp bor, aloqaga Telegram, WhatsApp bor. Bo'ylari 1.5 qat. Nech pul deyapti uni aka? 15 ga bermayapti, mana ko'ringlar. Qop-qora buqa boqaman deganlarga. Nech pul so'rayapti? Nech pul so'rayapti o?